vaqt shunaqa tez o'tgandan mana shu modellarimizga ham 5 yil bo'lib qolibdi sal kam. Matiz avtomobiliga mana 2020-yil chiqargan edik bu modellarni. Shu Lacetti faradan olib, ozgina perdelikka qilib, shu o'zimizning mashinaga birinchi bo'lib mana shu BMW dizaynini yig'gan edik. 5 yil o'tibdi shu modellarga, xudo xolasa mana hali ham qilib beryapmiz, so'rayotgan mijozlarimiz bor bu modellarni. To'g'ri, bu modellar ko'payib ketgan. Endi xuddi bunaqa turmaydi, sal boshqacharoq chiqarishgan. O'zimizda 3D RGB variantlarni ham chiqargan edik. Hozir yana bitta shunaqa modelga zakaz berishgan. Hali ham bu modellarni qolamiz. Mana bu qoshlarni ham avtomobilga xudo xolos qo'ldan kelgancha pod zakaz ham yasab beramiz. Buni pоворотnilik qilib yig'ib berganmiz mana. Pоворот bo'lganda tepa taraf mana shunaqa o'chib yonadi. Hop, bu fara bizga demontaj keldi, ochilgan holatda O'zbekistonga ustini xapyorga o'xshatib qilishgan ekan. Biz faqat qosh qo'ydik, boshqatdan bitta pokraska qilib berganmiz. BMW dizayn hozir buning ichida ham poloskalarni endi yopishtiramiz. 5 yil oldingi modelimiz mana, xudo xolasa hali ham o'zimizda yasab olib kelsak yasab beramiz. Boshqacha modellari ham bor. Endi Matiz avtomobili xolisanglar yana bir ikkita ideyalar bor, chiqmay qolgan o'sha paytdan beri. Kimdir o'sha neobычный narsa xohlayotgan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, o'zingizlar pod zakaz ham chizib beramiz, xohlasanglar foto modellarimiz bor. Kimga yoqadigan modelimiz bo'lsa, yasab beramiz. Mana shu modellar kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilinglar. 1 yil garantiya beramiz qoshlarimizga, far yopilishiga ham, parlamasligiga 1 yil garantiya beriladi. Svetodiodlar hammasi yaxshisi 50 yillik kristalligi, zashitkalar bilan qilib beramiz.